Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, kanalimiz a'zolari. Mana Qo'qondagi saxiy do'konimizdan Zobur 1105 mini traktorlarimizni ko'rsatib o'tib ketamiz. Bularimiz yangi kelgan, yangi partiyadagi Zobur 1105larimiz. Bularimizni afzalliklarini hamda narx-navolarini to'liq aytib o'tib ketamiz. Ko'rishlaring mumkin. Bunimizda eskilaridan farqi, oldilarida mana dinamlar qo'yilgan, akkumulyatorlarga alohida tok bergani dinamlar qo'yib qo'yilgan. Mana ko'rishlaring mumkin. Dinamlari ham alohida rime orqali harakat beradi. Oldiga signallari qo'yilgan, qo'shimcha relaylar o'rnatilgan tok berish uchun akkumulyatorga, hamda oldida pavorotga paralar qo'yilgan. Bu ham yonadi hamda pavorot vazifasini bajarishga bemalol ishlayveradi. Bunimizda keyin ko'pchilik so'ragan, bunimizni qancha ishlatganimizni qayerdan bilamiz? Mana moy datchik, suv datchik, akkumulyatorga tok beryaptimi yo'qmi? Shunaqa funksiyalari qo'shib, datchiklari qo'shilib keldi akalar, ko'rishlaring mumkin. Keyin enshoni hamda enshoga qo'shimcha yana bitta ensho qo'shilib kelgan. Xohlasalaring frezani ishlasalaring bo'laveradi, xohlasalaring zatkani ishla, oldiga zatka qo'shsalaring, zatkani bir vaqtda hamda freza hamda zatkani ishlasalaring bo'ladigan bo'lib keldi. Korobkalari ham katta korobkali bo'lib kelgan akalar. 120 ga bemalol ballonlari kirib chiqadigan variantdagisidan olib kelib qo'yganmiz. Mana ko'rishlaring mumkin. Motorlari o'sha oldingi motorlardan Zobur 1105, mana ko'rishlaring mumkin. 18 ot kuchliga ega 2025-yil yangi mahsuloti. Bunimiz ham radiatorli salarkaga harakat oladi akalar. Orqasiga frezalari ham ancha sifatli frezalardan qo'yib kelingan. Mana pichoqlarni ko'rishlaring mumkin. Bemalol ustiga chiqib o'tirib minisalaring bo'laveradi. Rollari ham mexanika, lekin rollarni ko'pchilik ishlatganlar biladi, ancha yumshoq qilib ishlangan akalar. Skorslari 6 ta skorsi, quyon toshbaqa skorslari bo'ladi akalar. Aytganimdek, ensholari 2 talik bo'lib kelganning hisobiga bemalol frezani ham, zatkani ham ishlatsalar bo'laveradi. Xo'p, ensholariga mana vertonka qo'yib ishlatasizlar akalar. Orqasida mana komplekt holatda ensholari, frezalarni ko'tarib tushiraveradi. Kimga shunaqa Zobur 1105 traktorlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol do'konimizga kelib haydab tekshirib ko'rib ishlatib ko'rib olsalaring bo'laveradi. Minib ko'rib, manzilimiz Qo'qondagi saxiy do'koni, narx-navolari 27 million so'mdan kelib olsalaring bo'laveradi. Narx-navolarni ham aytib o'tib ketyapmiz. Mana o'sha original Zobur 1105 mini traktorimizda. Kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar, do'konimizda bor. Bemalol xohlaganlaring minib ko'rib, tekshirib, tayyor holatda qilib qo'yganmiz. Ishlatib ko'rsalaring bo'laveradi akalar.